San'at insonlar hayotiga o'ziga xos nur olib kiradigan boylik. Uning eng noyob durdonasi bo'lgan maqomlar o'zbek, qolaversa Markaziy Osiyo musiqa madaniyatining eng yuksak, murakkab va qadimiy shakllaridan biri hisoblanadi. E'tiroflisi maqomlar nafaqat musiqa, balki she'riyat, falsafa va ruhiy tarbiya asosidir. Shu bois maqomlar inson ruhiyatini tarbiyalovchi, sabr, diqqat, nafosatni oshiruvchi milliy meros deya e'zozlab kelinadi. Va 2010-yilda UNESCO tomonidan uning ajralmas qismi bo'lgan Shashmaqom insoniyatning nomoddiy madaniy merosi ro'yxatiga kiritilgan edi. Shundan buyon mazkur milliy merosni yosh avlod qalbiga singdirish va dunyoga tanitish maqsadida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Ya'ni maqom san'atiga bo'lgan e'tibor yanada yuksaldi. Har yili turli tanlovlar, xalqaro festivallar o'tkazilib borilyapti va yangi iste'dodlar kashf etilmoqda. Azizlar, maqomlarimiz milliy merosimizning eng noyob durdonalaridan biridir. Albatta bugun viloyat maqom ansamblining faoliyatini kuzatib, mana shu durdonalar yana bir bora sayqal topib e'tiborda ekanini guvohimiz. Albatta Shuhrat Shavkatovich bugun maqom ansambli faoliyatini kuzatar ekanmiz. Juda ham bir e'tiborimizda bir maqomlar bir yuksalayotganini, aynan mana shu ansambl faoliyatida yanada ular bir o'ziga xos sayqal topib ijro etilayotganini guvohi bo'ldik-da. Mana shu ansambl faoliyatiga qancha vaqt bo'ldi? Umuman mana shu o'tgan davr mobaynida bu ansamblning faoliyati qay darajada yuksaldi? Maqom ansambli 2017-yil 17-noyabrda prezident qarori bilan har bitta viloyatlarda tashkil etildi. Shu jumladan bizning viloyatimizda ham maqom ansambli tashkil etildi. Biz mana shu bugungi kungacha ansamblimizni tashkil topgandan buyog'iga juda katta ishlarni amalga oshirib kelyapmiz. Har bitta o'sha maqom anjumanlari, festivallari, qolaversa xalqimizga ham ma'lum, tez-tez televideniyamizdan ansamblimiz bilan chiqishlar qilib turamiz. Qolaversa bir nechta meroslarimiz bo'yicha tanlovlar o'tkazildi. Mana shu tanlovlarga ishtirok etib kelyapmiz. Endi bugungi kunda biz o'sha faqat maqom ijro etishdan tashqari yana biz oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz o'sha har bitta davlat tadbirlari mohiyatdan kelib chiqib, masalan, mustaqillikka o'sha vatanparvarlik kuy qo'shiqlarini tayyorlab ijro etamiz. Masalan, aytaylik 8-martga o'sha onalarimiz, ayollarimizga bag'ishlab chiroyli kuy qo'shiqlar tayyorlab ijro etamiz. Undan tashqari bahor bayramlarimizga o'sha bahoriy so'zlarimiz yaratib ketgan qo'shiqlar bor, meros qo'shiqlar. Undan tashqari o'zimizning ansambl bilan qo'ldan kelgancha bitta ikkita narsa bastalab, o'zimiz o'sha kuy qo'shiqlarimizni ijro qilib turamiz. Mana hozir ko'ryapmiz, jamoa katta. Endi umuman mana shu maqom ansamblida bugun necha nafar ijodkor ijod qilyapti? Ularni endi bir saralab olishda nimalarga e'tibor qaratilgan? Juda to'g'ri savol bo'ldi. Ansamblimizda bugungi kunda 40 ga yaqin xonanda va sozandalarimiz ansamblga ishlab kelyapti. Bularni o'sha ishga olish jarayoni ko'proq o'sha milliy meroslarimiz, ustozlarimiz yaratib ketgan o'sha san'atdagi o'zimizning o'sha nozik bir nazariy tomonlarimiz bor. O'sha Shashmaqomimiz, o'sha 3 ta Shashmaqom maktabi shular haqida savol-javob qilib, ularning salohiyatini o'rganib ishga qabul qilganmiz. Mana bugun jamoa ko'ryapmiz, o'ziga xos ijodiy muhitda va albatta bu ijodiy muhitni davom ettirish, mana shu milliy meroslarni yanada sayqal toptirib, o'sha xalqimiz qalbiga yetkazish uchun albatta yana o'sha jarayon bardavom bo'lishi kerak. Yuqorida aytib o'tdingiz, tanlovlarda ishtirok etyapmiz. Tanlovlarda ishtiroklar kengayib borishi kerak. Bugun qanday tanlovlarda o'sha qatnashib
va qanday bir sovrinli o'rinlarni oldik. Yana hozir kelajakda qaysi tanlovlarga ishtirok etish uchun tayyorgarliklar olib borilyapti? Biz so'zimni boshida aytdim, bir nechta tanlovga ishtirok etib kelyapmiz. O'sha tashkil topganimizdan buyog'iga Xorazmda tanlovlar bo'lib o'tdi. Borib ansamblimiz bilan faxrli 2-chi, 3-chi o'rinlarni olib kelganmiz. Undan tashqari Farg'onada, Namanganda tanlovlar bo'ldi, borib ishtirok etib kelganmiz. Jizzaxda tanlovlar bo'ldi. Endi ba'zi tanlovda 1-chi o'rinni olganmiz, ba'zida 2-chi o'rinni olganmiz. Qilib har bitta tanlovga borsak, Xudoga shukr, o'zimizning o'rnimiz bor. Qolaversa mana oxirgi tanlovlarimizga Ma'murjon Uzoq va Jo'raxon Sulton nomidagi ko'rik tanlov bo'ldi. Sherzod Mardonov degan xonanda yigitimiz 1-chi o'rinni oldi. Undan keyin Abdoshim Ismoilov nomidagi ko'rik tanlov bo'lib o'tdi. Unga 2-chi o'rinni oldi. Zulayho Boyxonovaning kuy qo'shiqlariga asoslangan ko'rik tanlov bo'ldi. Elmira Jo'rayeva degan qizimiz 3-chi o'rinni oldi. Hozirgi kunda 3-chi xalqaro maqom anjumaniga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Iyun oylarida Andijonga bo'lib o'tadi, Xudo xolasa. Hozir bor kuch g'ayratimizni shunga qaratganmiz. Undan tashqari qolaversa bir narsani aytib o'tib ketishim kerak. Biz mana tashkil topganimizdan buyog'iga bir 200 dan ziyodroq kuy qo'shiqlarni yozdik ansamblimiz bilan. O'zimiz fonetikamizni qildik. Demak, o'sha boyitib boryapsiz. Endi har bitta ishni ham arxivi bo'ladi. Demak, maqom ansamblini ham o'zini arxivi yig'ilyapti. Albatta, men har doim aytaman, endi nimadir ish qilgandan keyin uni izi bo'lish kerak deyman-da, ansamblimizga ham izi bo'lish kerak. Ertaga yosh avlod mana bu ansambl nima ish qilgan deganda mana shu bizni arxivimiz, bizni fonetikamizdan o'sha kuy qo'shiqlarimiz, o'shalarni tinglab, o'rganib biz xursand bo'lamiz. Shunga ular ham masalan o'rgansa bizni qilgan ijodlarimizdan. Qolaversa bugungi kunda ijtimoiy tarmoq juda rivojlangan. Navoiy maqom ansambl degan kanalimiz bor. 800 ga yaqin video joylashtirganmiz YouTube kanaliga. Azizlar, bugun ko'ryapmizki, jamoa anchayin yosh va albatta maqom ansamblida yoshlarning ko'pligi bizni ham quvontirdi. Sherzodlar orasida yetakchilardan biri, ya'niki yuqorida suhbat qilgan vaqtimizda katta ashulalarni ko'proq Sherzod aytadi va aynan katta ashula bo'yicha o'tkazilgan tanlovlarda ham u ishtirok etib, yaxshi natijalarni ko'rsatgan deya e'tirof etishdi. Sherzod, albatta biz bundan juda ham xursandmiz. Umuman mana shu ansambldagi ishtirokingizga, mana shu yerda ishlayotganingizga qancha bo'ldi? Ushbu ansamblda faoliyat olib borayotganimga 2 yil bo'ldi. Oliy o'quv dargohini bitirib, mana shu viloyatimizdagi milliy maqom ansambliga ishga qabul qilinib faoliyat olib bormoqdaman. Ustozimiz yuqorida aytib o'tgandek, shu ustozlarning ko'magida ko'plab ko'rik tanlovlarga qatnashdik. Aytib o'tilgandek, ustozlar merosidan barcha o'sha vodiy voha san'atini qo'ldan kelgancha ijro etib, shu qatorda katta ashula san'atiga ham qo'ldan kelgancha qo'l urib, mana shu ansamblda ish faoliyatimizni olib boryapmiz. Albatta katta ashulani aytish o'z-o'zidan emasda, uning uchun ham o'ziga xos salohiyat, kuch kerak bo'ladi. Yuqorida e'tirof etganimizdek, ustozlarning ko'magi, yo'l yo'rig'i kerak bo'ladi. Endi qaysi maktablarda ta'lim olgansiz? Albatta o'sha aytganingizdek katta ashulani ham o'ziga yarasha yo'li bor. Buni ustozlarimiz ham o'sha ijro qilib ketgan ijrolardan bilsak bo'ladi. O'ziga yarasha kuch, ovoz kerak. Bu yo'nalishni qiziqishim o'sha oliy o'quv dargohida ustozlarimizdan olgan ko'nikmalarimiz ta'siri deb bilaman. O'zbekiston xalq hofizi Abdunabiy Ibragimov ustozimga rahmat deb qolaman. Ustozdan o'rganganmiz. Beknazar Do'stmurodov ustozlarimizni o'sha o'gitlaridan olib, katta ashula san'atiga qiziqib, o'sha ustozlarimizni audio yozuvlaridan eshitib, qo'ldan kelgancha ustozlarga yaqin qilib, albatta ulardek ijro qilish qiyin. Ustozlarimiz albatta darg'a sifatida shakllanib, o'sha o'zbek san'atiga o'zlarini bir hissalarini qo'shib ketishgan. Qo'ldan kelgancha endi ustozlarimizdek bo'lmasa-da ularga yaqin qilib ijro qilishga harakat qilamiz.
va bu ustozlarimizga, ansamblimiz xodimlari, ijodkorlarga ma'qul bo'layotganidan xursandmiz. Endi qiziqda, mana bizni kuzatib turgan o'sha tomoshabinlar uchun hamda hozir ko'ramiz, maqom ansambl desa yoki maqom kuylovchi desa yosh kattalarni ko'pchilik tasavvur etishadi. Albatta, yoshlarni ko'rganda ajablanishadi. Sizda endi qiziqish qanday uyg'ongan? Masalan, yoshlikda maktabda uyg'onganmi yoki endi umuman o'sha musiqalarni eshitib o'ziga xos kuch olgansizmi? Albatta, hozirgi yoshlar qatorida men ham o'sha oliy o'quv dargohiga kirishdan oldin o'zimiz Navoiydagi ixtisoslashtirilgan san'at maktabida o'qib tugatganman. O'sha maktabga kirishda o'zi an'anaviy yo'nalishga, maqomga emas, o'sha topshirish jarayonida bu sohaga yangi bo'lganman men. O'sha ustozlarimiz Ozodbek Nazarbekov, Otabek Muhammadzohidni o'sha milliy estrada yo'lidagi ashulalarini eshitib aytib yurganmiz. Ustozimiz Tursunoy Ro'zmetovaga hozir rahmatimni aytib qolaman. Sababi ustozim o'sha imtihon jarayoniga kelganimizda, imtihon topshirish jarayonida ovozimni eshitib, bu yigitni an'anaviy xonandalik yo'nalishiga o'sha kiriting ro'yxatga deb o'sha paytda aytganlar. Sababiki menimcha balkim ovozimda o'sha yo'nalishga xos nimadir ko'rganlarmi? Ungacha maqom san'atiga bo'lgan qiziqishim bo'lmagan. O'qish jarayonida ustozlarimizning ko'maklari bilan, o'gitlari bilan o'sha eski audio yozuvlarni eshitib, katta ustozlarimizning ovozlarini eshitib, bu san'at asl durdona ekanligini, bu san'at o'ziga yarasha eng murakkab san'at ekanligini va bu san'atda ijro qilgan, bu san'atda faoliyat olib borayotgan san'atkor, ashulachi barcha yo'nalishlarda ashula ayta olishiga amin bo'ldim va qiziqishim ortib bordi. Rostdan ham shunday, o'sha maqom san'atiga, milliy an'anaviy musiqani ijro eta olgan san'atkor barcha yo'nalishlarda, estrada bo'lsin, opera bo'lsin, barcha yo'nalishlarda o'zini ko'rsata oladi, bunga ko'nikmasi yetadi va bu san'atni o'zi shunday insonni tarbiyalab qo'yadi. Bugun endi mana ko'ryapmiz, repetitsiya jarayonlari bilan har kuni bandsiz, lekin shu bilan birgalikda yana qaysi jihatlarga ko'proq e'tibor qaratyapsiz? Albatta, ish jarayonida ustozlarimiz bilan o'ziga yarasha ashulalarni Toshkent, Farg'ona, Xorazm maqom maktabidan, Buxoro Shosh maqomidan o'rganib boryapmiz. Hozirgi kunda o'sha yaqinda o'tkazilish kutayotgan xalqaro maqom festivaliga tayyorgarlik jarayonlari ketyapti. Bundan tashqari o'sha milliy merosimiz bo'lgan Shosh maqomni yozib olish jarayoni uchun tayyorgarlik ketyaptiki, o'sha Respublika radio studiyasiga borib maqomlarimizni, milliy maqomlarimizni Shosh maqomimizdan ijro etib kelish uchun tayyorgarliklar ketyapti. Shosh maqomidan o'sha Navo maqomidan o'rganib va ijro qilish jarayonlari ketyapti hozir. Albatta Sherzod, mazkur jarayonlarda sizga omad yor bo'lishini tilaymiz. Chunki o'sha milliy maqomlarni, milliy san'atimizni targ'ib qilish eng mas'uliyatli jarayonlar. Bu jarayonni amalga oshirgan insonlar esa albatta ishonamizki, saodatlidir. Shunday, albatta bu san'atimiz o'ziga yarasha yo'nalishga, o'ziga yarasha qiyinchilikka ega va albatta qadrli deb bilaman. To'g'ri, balki hozirgi paytda kamdir. O'sha tushunadigan, albatta ko'payyapti. O'sha prezidentimizni, xalqimizni, o'sha davlatimizni chiqarayotgan qonun qarorlariga muvofiq o'sha maqom san'at ham o'ziga yarasha rivojlanyapti, kengayapti. Mana shu poytaxtda o'qib yurgan jarayonimizda ham xalqimizning to'y hashamlari, osh marosimlari bo'lardi. Bu yoqdagi o'sha maqomga bo'lgan qiziqish o'zimizga ham kelyapti va targ'ib qilinyapti. Mana shu Navoiyda ham o'sha odamlar qiziqish uyg'onib, milliy maqomga, milliy san'atga bo'lgan qiziqish uyg'onib, nahorgi oshlarda ijro etilyapti maqomlar, milliy ashulalar ko'proq so'rashyapti, qiziqish ortyapti. Albatta bu yaxshi deb bilaman va shunga yarasha biz san'atkorlar ham harakat qilyapmiz.
Aziz muxlislar, yuqorida Elmiraxonni ham aynan mana shu maqom ansambldagi katta ashulani mohirlik bilan ijro etadigan bir xonanda sifatida tanishtirdilar. Albatta, qizlar bilan birgalikda jo'rnavozlikda. Elmiraxon, ovozingizni eshitdim va juda ham mana shu yerdagi qizlarni o'sha o'ziga xos ijrolardan men ham o'ziga xos taassurotlar bilan o'tirdim. Bir so'z bilan aytganda, o'sha ohangida sel bo'lib, maza qilib dam oldim. Umuman mana shu ansambldagi faoliyatingizga qancha bo'ldi? Qanday mana shu ansamblga keldingiz? Men ushbu ansamblga 2018-yildan buyon ishlab kelmoqdaman. Qay bir inson bo'lmasin, qayerga qadam qo'ymasin, nimadir turtki bo'ladi-da. Aynan mana shu ansamblga, umuman mana shu maqom yo'nalishini tanlashingizga nima turtki bergan? Maqom yo'nalishini tanlashimga avvalambor xo'jayinim turtki bo'lganlar, chunki birga ishlaganmiz. U kishiga rahmat, kattakon. Shu kungacha meni tushunib keladilar. Demak, qo'llab-quvvatlaydilar. San'atda yurgan ko'pchilik ayollarni aynan o'sha turmush o'rtog'i tarafdan, oila tarafdan yoki umuman atrofdagilar tarafdan qo'llab-quvvatlov kam bo'ladi-da va shu bois aynan mana shu sohadan ketishadi-da. Siz san'atkor ayollar orasidagi eng baxtli inson ekansiz. Bugun mana turmush o'rtog'ingiz qo'llab-quvvatlab ijod jarayonida faolsiz. Keling, mana yoningizda qizlar o'tirishibdi. Ular bilan qanday bir hamnafaslikda o'sha ijod jarayonlari davom etyapti? Ular bilan hamnafaslikda juda ham yaxshi ijodlar olib boryapmiz. Ko'ryapmizki, mana jamoada qizlarning o'rni bo'lak ekanda, ularni ovoziga ham juda katta bir e'tibor berib tayanishyapti. Qaysi qo'shiqlarni endi bugun ko'proq ijro etyapmiz, qaysi qo'shiqlarni o'rganyapmiz? Qizlarimiz hammasi talantli, ovozlari zo'r qizlar. Masalan, bitta qo'shiqda aytmoqchi bo'lsak, o'shani bir nafasda chiroyli aytib, ijro etib kelmoqdamiz. Ayni paytda barcha hududlarda bo'lgani singari viloyatimizda ham maqom ansambli faoliyat yuritmoqda. Ijodiy jamoa milliy san'at namunalarini o'rganib, sayqal berib, mahorat bilan ijro etib, ko'pga yetkazishga harakat qilyapti. Çok nazlı
Yigitlar, hormanglar. Sherzod, Naim yuqorida mana ijod asnosida juda ham bir kuzatdim ko'p va o'sha ijrolarni tingladim. Biz bilamizki, ko'proq sizlarni o'sha muxlislar estrada xonandasi sifatida tanishadi-da. Endi ko'plab to'y hashamlarda, tadbirlarda ijrolaringizni kuzatganman. Hozir ko'ryapman, maqom ansamblida ham juda mahorat bilan aynan o'sha milliy maqomlarimizni ijro etdingiz. Menga ham o'ziga xos bir yangilik bo'ldi. Aynan mana shu jamoadagi faoliyatga qancha bo'ldi endi? Yoki ijodni maqomdan boshlaganmizmi yoki estrada xonandaligidan keyin mana shu maqom ansambliga kirib keldikmi? Assalomu alaykum. Bu maqom ansamblida faoliyatimni yaqinda boshlaganman, lekin undan oldin san'at kollejida ham hozirgacha dars beramiz. O'zbekiston davlat konservatoriyasining an'anaviy xonandalik bo'limini bitirganman. Bir necha respublika konkurslarida an'anaviy xonandalik bo'yicha laureat ham bo'lganmiz. Estrada qo'shiqlarini ham yoshligimizdan sevib ijro qilganimiz uchun hozirgi kunda bemalol aytib, o'sha o'z ijodimizni xalqimizga taqdim qilyapmiz. Yuqorida ta'kidlab o'tganingizdek, estrada qo'shiqlarni ham aytamiz, chunki maqom bu poydevor san'at hisoblanadi. Maqom san'atini ijro qilgan inson xoh kuy bo'lsin, xoh ashula bo'lsin, bemalol estradani ham shu yurak berib ijro qilib, yoqimli qilib ijro qilib biladi. Endi to'y hashamlarda hozirgi zamon zayliga qaragan holatda estrada qo'shiqlarni ijro qilamiz, lekin ungacha shu maqom san'atiga qancha e'tibor bo'lyapti, yurtboshimiz tomonidan qancha shart-sharoitlar yaratilib berilyapti. To'ylarda ham boshlarida shu maqom qo'shiqlardan, klassik qo'shiqlarimizdan, mumtoz qo'shiqlarimizdan ijro qilib, shu hozirgi yoshlar ham shu xalq bilsinki, shu maqom san'atiga qanchalik qiziqib, shunda ijod qilib, o'zimiz ham asarlar yaratishga harakat qilyapmiz. Maqom yo'nalishidagi asarlardan. Albatta juda ham yaxshi, juda ham qiziq, chunki bugun yangi asar yarataman degan inson albatta izlanadi-da. Sir bo'lmasa, qanday o'sha qo'shiqlarni bir ijodkoriga aylanyapsiz? Hozirgi avlodda ham qalbida qaynoqlik borda, nima uchunki biz asar yaratmasligimiz kerak. Ustozlarni faqat merosini davom ettirishgina bo'lib qolmasdan, biz ham yangi asar yaratishimiz mumkin. Chunki bilib bo'lmaydi, har bir inson yoshli qalbida qanaqa bir g'oyalar bor. O'shaning uchun men o'zim shaxsan Alisher Navoiy g'azali bilan shu yor mehri degan shu maqom an'anaviy yo'nalishga mos bo'lgan ashula yaratganman. Bu ansambl bilan ham ijro qilganmiz. Yana shu qalbimda juda ham ko'pda g'oyalarim, shu maqom yo'nalishidagi asarlarni yaratish meni eng katta orzularimdan biri va ushalib kelmoqda, juda xursandman. Albatta bu yo'lda biz sizlarga omad tilaymiz va doimo xalqni nazarida bo'ling deymiz. Sog' bo'linglar. Hozirgi kunda bizning maqom jamoamiz mana shu Buxoro shash maqomlaridagi o'sha 6 ta maqomdan, Xorazm maqom yo'llaridagi asarlar, Farg'ona Toshkent maqom yo'lidagi asarlar, qolaversa o'sha katta ashula janri bor, bastakorlar asarlari bor, o'sha o'zbek milliy mumtoz musiqa yo'lida yaratilgan asarlardan hozirgacha 300 dan ortiq asarni ijro qilib, viloyatimizda, respublikamizda bo'lib o'tayotgan bir qator tadbirlarda ishtirok etib kelmoqda. Hozirda ham mana shu Buxoro shash maqomlari Navo maqomini ikkinchi guruh sho'balarini O'zbekiston teleradio kompaniyasi Oltin fondiga yozish jarayoniga tayyorgarlik ko'rib kelmoqdamiz hozirgacha. Biz bilamizki, maqom yo'llari turli xil va qaysini o'zlashtirish ko'proq qiyin bo'lyapti. Endi maqom asarlarini o'zi umuman olib qaraganda maqomlarning har biriga
o'ziga xos bir murakkablik bor. Har biri endi bu degani har birini o'ziga xos qiyinchiligi ham bor bo'ladi bu narsa. O'rganish jarayonida yoki boshqa endi bir narsa har bitta maqomni o'zini shaklidan kelib chiqib, o'zini o'sha yo'nalishidan kelib chiqib aytish mumkin. O'sha hattoki agar Buxoro maqomlarining eng murakkab maqom yo'llari deb agar oladigan bo'lsak, Buxoro maqomlarini ham bitta maqomdagi asarlarni ijro qilib bo'lgandan keyin ikkinchi maqomga o'tib birdaniga bu narsani professional darajada ijro qilish o'ziga xos qiyinchilik tug'diradi. Chunki ularning ladi, yo'nalishi, ularning mavzulari bir-biridan uncha-muncha farqi bor. Xuddi shunday boshqa Farg'ona Toshkent maqomlari yoki Xorazm 6,5 maqomini olib qaradigan bo'lsak, o'sha har bitta maqomda xuddi shu yo'nalishda qiyinchiliklar bo'ladi. Bu narsaga mashg'ulot jarayonlari qolaversa, har bitta xonanda hamda har bitta sozanda o'z ustiga ishlab mana shu qiyinchiliklarni yengadi. Nazokatxon albatta hozir maqom ansambldagi o'ziga xos o'sha ijodkorlar orasida siz ham e'tiborimni tortdingiz, ya'ni yosh bo'lganingiz uchun-da. Chunki aynan mana shunday ansambllarda ko'pchilik bilan suhbat qilsak, umuman mana shu ansambllar haqida bir fikrlab yoki bir tasavvurga ega bo'lmoqchi bo'lsak, ko'proq yosh keksa, o'rta yoshdagi insonlar bo'lsa kerak deymiz. Hozir ko'ryapmiz, maqom ansambli anchayin yosh. Ular orasida eng yoshi nazarimda sizsiz. Qancha bo'ldi endi bu jamoaga qo'shilganingizga? Maqom ansambliga ishga kirganimga 4 yil bo'libdi. Avvalambor xonanda sifatida kirganman ishga, keyinchalik qonun musiqa asbobini chaladigan mutaxassis kerak bo'lganligi uchun shuni o'rganishga harakat qildim. Ha, demak, keyin o'rgangansiz. Bugun ham qo'shiq ijro eta olasiz, ham chiroyli musiqa asbobida go'zal kuylarni chalasiz. Albatta. Bu juda ham bir ijobiy holatda, umuman san'atda faoliyat yuritayotgan inson ham qo'shiq ayta olsa, ham o'sha turli musiqa asboblarini chala olsa, albatta uning imkoniyati yanada kengayadi. Xuddi shunday, men ham shu jamoaga ko'makdosh bo'lib keta olaman, ya'ni xonanda sifatida ham sozanda sifatida. Mana qonun musiqa asbobi dedikda, aynan buni chalish uchun menimcha katta mahorat kerak. Men hozir qarab turibman, unchalik o'sha musiqa asboblari haqida bilimim ko'p emas. Endi shunchaki tanishman-u, ularni agar qo'limga bersa, chala olmayman-da. Buni o'rganish qay darajada murakkab yoki oson? Bu asbob juda ham qiyin hisoblanadi buni o'rganish, chunki bu boshqa musiqa asboblaridan juda ham farq qiladi. Buni ichiga kirsangiz chuqurlashib ketaveradi-da. Hali ham o'rganish jarayonidaman desam bo'ladi. Ko'ryapmanki, maqom ansamblida aynan mana shu musiqa asbobining o'rni boshqacha. Bu musiqa asbob ansamblning tarozisi hisoblanadi. Shuning uchun qonun, chang, ayniqsa maqom ansambllari uchun juda ham kerak musiqiy asbob hisoblanadi. Va men shu musiqa asbobini chalayotganimdan juda ham xursandman. Sen yaxshi ko'raman aylanay, rozi bo'lsang boshla, katta
jamoadagi yosh ijodkorlardan biri deya bizga tanishtirdi. Albatta Baxtiyor bundan xursandmiz. Yuqorida mana Nazokatxon bilan ham suhbatlashdik. Albatta u kishi ham aynan mana shu maqom ansamblida o'sha ijodkorlarga aynan o'zi chalayotgan musiqa asbobi bilan juda katta ko'makni berar ekan, ya'niki tarozi bo'lib turib. Siz endi jamoada qanday bir vazifadasiz ko'ryapmiz? Qo'lingizda doira bor va doira ham nazarimda tarozidan nima deydi, kam vazifani bajarmaydi. Shunday, avvalambor assalomu alaykum. Men shu maqom ansambliga kirganimga 4 yil bo'ldi. Doira musiqa asbobi ko'pincha o'zi jo'rnavozlik asosida ijro etiladi, mana xonandalarga, sozandalarga. Hozirda men baraban musiqa asbobini chalaman, chunki yildan yilga zamonaviy musiqalar bo'yicha ham ishlab boryapmiz, estradni musiqalar bo'yicha. Shuning uchun ham doirani joyiga kelganda baraban asbobini ham chalaman. Demak, ko'p qirrali bo'lishga harakat qilyapsiz. Yuqorida savolim javobsiz qoldi. Aynan doira maqom ansamblida qanday bir vazifani bajaradi degan bir savolimga javob olishim kerak. Doira asbobi ansamblning yuragi hisoblanadi, chunki xonandalar ham, musiqachilar ham o'sha doira bilan birgalikda ijro etsa, ham musiqa chiroyli chiqadi, ham jo'rnavozlik asosida juda bir go'zal chiqadi. Demak, o'sha ko'zlangan maqsadga birgalikda erishish uchun aynan mana shu doira musiqa asbobi juda ham kerak. Bu musiqa asbobi men bilishimcha juda ham qadim o'sha musiqa asboblaridan biri hisoblanadi va ikkita nota bor deyiladi. Haqiqatdan ham doira asbobimiz juda qadimiy hisoblanadi. Ustozlarimiz juda, to'g'risini aytsam, kelib chiqish tarixi ma'lum emas. Chunki xonlik davrida ham, keyin amirlik davrida ham xonlar mana bu mehmondorchilik qilishganda yo ovqatlanishganda doira bilan xonandalar jo'rnavozlikda ijro etilgan. Yuqorida aytganingizdek, shu ikkita nota ham ansamblda juda katta rol o'ynaydi. Bugun mana maqom ansambli ko'plab tanlovlarda ishtirok etyapti. Albatta u jamoaviy tanlovlar. Umuman mana shu musiqa asbobi bo'yicha qandaydir tanlovlarda ishtirok etdingizmi? Ha, bu tanlovlarda yoshligimdan beri ishtirok etib kelaman. Zarb ko'rik tanlovi bor. Shu O'zbekiston Respublikasi bo'yicha hamma viloyatlarning doirasida yig'ilib, ko'rik tanlov o'tkaziladi. Bunda men viloyat bosqichidan birinchi o'rinni olib, respublikaga yo'llanma olganman. Men xursand bo'laman. Ba'zi tadbirlarga borsak, xalqimiz mustahzotda aytib beringlar yo munojot aytib beringlar degan tinglovchilarimiz chiqib qoladi. Xursand bo'lamiz. O'zi aslida bizni maqom san'atimiz haqida endi soatlab gapirish mumkin. Bu o'zi bizni qadriyatimiz, milliy merosimiz, milliy boyligimiz desak ham bo'ladi. Chunki maqom san'at juda buyuk san'at, murakkab san'at. Men bir narsani aytaman-da, ko'p oxirgi paytlar jonli ijro, fonogramma degan so'zlar gapiriladi-da. Endi xuddi jonli ijro bir qahramonchilikdek bo'lib qoldi-da. O'zi aslida san'at degan narsa, men o'ylayman, san'at, sportni ham sahnada ko'rganingizga baho berasiz, san'atni ham to'g'ridan-to'g'ri eshitganingizga baho berasiz. O'zi aslida shu uchun men o'ylayman, san'atga haqqoniy san'at, mana shu maqom san'atimiz, bizning maqom ijrochilarimiz. Men shu ansamblimizning xonanda sozandalari bular kecha-kunduz mehnat qiladi. Bular bizning qahramonlarimiz desam adashmayman. Chunki o'sha maqom ijro etish uchun insondan kuch talab qilinadi. Undan tashqari 15-20 minutlik aytiladigan asarlarimiz bor. Uni yodlab aytish uchun insondan kuchli bir xotira talab qilinadi. Endi buni ko'pchiligimiz bilamiz. Men xohlardim bugungi kunda boshqa san'atlarni kamsitmagan holda aytaman, shu ko'proq xalqimiz ham shu milliy san'atimizni tinglab, eshitib, shunga bir mehr qo'ysa o'ylayman. Chunki men har doim bir narsani aytaman, ustozlarimizdan eshitganmiz ko'proq, maqom san'ati tarbiya deydi ustozlarimiz.
tarbiya deyilishini sababi mana maqomchilarimiz hozir sahnada emasmiz, ish jarayonidamiz. Sahnaga chiqqanda yigitlarimiz ham, qizlarimiz ham boshidan oyog'igacha yopiq milliy kiyimi bor. Yigitlarimiz ham to'nlari ustiga, qizlarimiz ham boshiga o'sha milliy do'ppilarimiz. Bu tarbiya men o'ylayman. Keyin ustozlarimiz aytadi, bu maqom san'ati immunitet deydi-da. Buni eshitganda insonning ruhi dam oladi. Beixtiyor tebranib, insonning ruhiyatiga shunaqa bir dam beradi. Undan tashqari ilm deydi ustozlarimiz maqom san'atini. Ilmligini sababi o'sha ichiga ijro etilayotgan qo'shiqlarni buni tinglab o'sha mag'zini choqish uchun ilm kerak, insondan ilm talab qilinadi. Albatta biz xursand bo'lamiz bugungi kunda o'sha milliy o'zimizni mana shu maqom san'atimizni, ustozlarimizni merosini davom ettirib kelayotganligimizdan o'zimiz xursand bo'lamiz. Qilayotgan ishlarimizdan o'zimiz rohatlanamiz. To'g'ri, o'ziga yarasha murakkablik, qiyinchilik tomonlari bor, lekin o'sha sahnaga chiqib ijro qilsak, Abdoshim Ismoil ustozimizning gaplari borda, bitta san'atkorni boyligi shu sahnaga chiqib bitta kuyni chiroyli qilib ijro etsa, yo qo'shiqni chiroyli ijro etsa, o'zi o'shandan rohatlansa, o'sha san'atkorni boyligi deb ko'p aytadilar-da. Bugun maqomchilar ham shu boy insonlar safida. Albatta, men har doim aytaman, maqomchining dunyoqarashi keng bo'ladi. Chunki ijro etayotgan so'zlariga o'zini amali bo'lmasa, u ham bo'lmaydi. Chunki o'zi ijro etayotgan so'zlar asosan ishqi ilohiy, ishqi majoziy deymiz. Ilohiy so'zlar ijro etiladi maqomlarda. Shuning uchun biz xursand bo'lamiz. Bugungi kunda mana shu maqom ansambliga ishlab kelayotganligimizdan, mana shunaqa chiroyli ustozlar bilan bitta safda ishlab kelayotganligimizdan xursandmiz. Ha, maqom san'ati bu oddiy musiqa emas, balki yuksak ma'naviyat, tarix va madaniyatning mujassam ko'rinishidir. Uni tinglash doim insonga huzur, xotirjamlik va ilhom bag'ishlaydi. Biz kun davomida jamoa faoliyatini kuzatar ekanmiz, shu hislarga oshno bo'ldik. Milliy merosimizning ohangida sel bo'lib, hayot zavqini yana bir bora his etdik. Mana bugun Navruz olam, do'stlarim yo'llab chiqarman. Bilarmisan sevgili erkak, qo'limda gul seni kutarman.